Lionel Messi va Cristiano Ronaldu kuchlari zaiflashganiga qaramay, Jahon chempionati 2026 ni qanday belgilashlari mumkin? The Independent.com. Germaniya Jahon chempionati 2026 terma jamoasi uchun qo'llanma. Julian Nagelsmann Bavariyadagi asosiy tarkibga tayanadi, ammo individual sinf tashvishlanarli darajada kam. Ushbu maqola 2026 yilgi Jahon chempionati ekspertlari tarmogining bir qismi bo'lib, malakali 48 mamlakatning eng yaxshi media tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikdir. The Guardian Tom sayti 11 iyun kuni start oladigan turnir arafasida har kuni 3 mamlakatdan prevyular olib boradi. O'qishni davom ettiring. Germaniya Jahon chempionati 2026 terma jamoasi uchun qo'llanma. 2026 yilgi Jahon chempionati Germaniya terma jamoasi rahbari Hindistonning Zee Entertainment kompaniyasi FIFA bilan Jahon chempionati 2026 translyatsiyasi bo'yicha shartnoma imzoladi. Jahon chempionati 2026 qanday qilib davom etish kerak?